qalbingizni kimdir juda yomon og'ritgan bo'lsa, kimdandir qattiq xafa bo'lsangiz yoki kimnidir kechira olmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun, xulosa olish uchun. O'zim o'qib qoldim, sizlar bilan ham ulashgim keldi. O'tmishda bir Mansur ismli inson o'tgan ekanlar. Ularning hayotlaridagi eng mashhur gapi o'tgan ish eslanmaydi deb hayot kechirar ekanlar. Qalblarini qattiq og'ritib qo'yishsa ham, nimadir yomonlik qilib qo'yib, "Ey Mansur, kechirib qo'ying. Sizga shu yomonlik qilib qo'ydi" deysa ham, o'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekanlar va unutib olar ekanlar. Bizning tilda aytganda o'tgan ishga salovat deb yashir ekanlar. Oradan vaqtlar o'tibdi, haligi Mansur ismli inson vafot etibdilar. Va bir solih do'stlarining tushlariga go'zal suratda kiribdilar. Do'stlari, "Ey Mansur, nimani topdingiz?" deb savol bersalar, haligi Mansur Robbim huzurida Robbim roziligini topdim va jannatni topdim debdilar. Qanaqa topdingiz buni desalar, Mansur aytibdilar. Robbimning huzuriga bordim, Robbimning qarshisida turdim va Robbim qarshimga gunohlarimni olib kelib qo'ydi. O'zimga o'zim, "Ey Mansur, tamom bo'lding" deganimda, Robbim, "Ey Mansur, o'tgan ish eslanmaydi" deb muomala qildi degan ekanlar. Hozirgi paytimizda akalar arzimagan narsa uchun bir-biri bilan aloqani uzayotgan, silay rahim qilmayotgan yoki bir-biri bilan umuman adashingni qilmayman deyotgan insonlar ko'payib ketyapti. Bu videoni jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Agar o'zimiz kechirilishli xohlasak, o'zimiz ham ko'proq kechirsak, xudo xolasa, yaxshi bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.